Endi bitta narsani men ta'kidlamoqchiman, yana qayta bo'lsa ham, mana fermerlarimizga aytishadiki, mana palon bitta yangi nav keldi. Misol uchun aytaylik, mana Vassa navini misol qilaylik. Vassa degan navni paloncha fermer ekkan ekan, 100 sentnerdan beribdi degandan keyin qiziqibdi, o'sha navni orqasidan fermerlarimiz ketib shuni ekishga harakatini qiladi. Lekin fermer bitta narsaga ahamiyat bermaydi. Uni ekishiga, masalan aytaylik, men boya ham aytib o'tib ketdim. Kech pisharlik, o'rta pisharligiga ahamiyat berishimiz kerak. Olimlarimiz tomonidan respublikada Anvar aka 30% umumiy maydon 30% ga erta pishar navlar ekilsin. Qolgan masalan aytaylik 50-55% maydonlariga o'rta pisharlar, kech pisharlar uzoq ko'pi bilan 10-15% tashkil qilsin degan katta mana shunaqangi tavsiyalar berilgan. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, buni respublika tahlil qiladigan bo'lsak, ekish muddatlari 90 kungacha cho'zilib ketyapti. Mana sentyabr oyidan boshlaydigan bo'lsa, mana sentyabr, mana oktyabr, noyabr, hatto dekabr oylarida ham bugun fermerlarimiz shuni ekishyapti. Shuning uchun fermerlarga men alohida ta'kidlamoqchiman. Navni demak, dalangizda urug'ni sepgan bilan bu ekilganga o'tmaydi Anvar aka. Qachonki uni suv qo'ysangizgina o'shandan boshlab ekilgan hisoblanadi. Shuning uchun fermer demak o'zining suv ta'minotidan qachon olishdan kelib chiqibdir, navlari tanlay bilish kerak. Agarda bu noyabr oyida demak sug'orish imkoniyati bo'layaptimi? Demak imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, imkoni bor darajasida kech pishardi emas, o'rta va erta pishar navlarni kechira ekadigan bo'lsa, boyasi aytayotganingizdek jazirama issiqqa tushib majburiy pishib qolmaydi. Ana shu kech pisharlar kech ekilganligi hisobiga, majburiy issiqqa tushganligi hisobiga hosildorliklar pasayib ketyapti. Fermerlarimiz navlar tanlashga hech qachon adashmasliklari kerak. Men boya yuqorida aytib o'tib ketdim, katta hosildorlik yo'qotib qo'yishlari mumkin. Hurmatli fermerlar, demak, kech pishar navlarni har qancha hosildorligi yuqori bo'lsa ham, siz buni qo'shningiznikida ko'rgan bo'lsangiz ham, uni kech ekmang. Agar kech ekadigan bo'lsangiz, yaxshisi erta pishadigan navlarni tanlashga harakat qiling.